bezmontaj video bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bugun 1-fevral soat 13:00. Asl 5 barmog'idagi jarayonni bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Asl 5 barmoq Parkent tumani Bo'ston mahallasida joylashgan. Nomerlarini yozib qoldiramiz. Kelganingizda shundoq ko'rinib turadi. Bizda demak o'tovlarimiz bor. Katta 20-25 kishilik o'tovlarimiz bor. Общий zallarimiz bor, tapchanlar, divanlar, alohida kabinka xonalar bor. Bolalar uchun детский площадка bepul. Alohida xonalarimiz mavjud. Bizda shashlik, qiyma shashlik 20 ming, jaz shashlik 25 ming. Qo'y jaz, qiyma shashlarimiz bor, baliqlar bor. Besh barmog'i porsiyasi 60 ming so'm. Shunaqa hayvonchalar qilingan. O'tovlarimiz, teplый pol, konditsioner, hamma sharoitlari mavjud. Bir porsiya 5 barmoqda 100 gram go'sht, bir parray qazi va xamiri bo'ladi. Shunaqangi xonachalarimiz ham bor. Bunda tabiat ko'rinib turadi. Sandallari bor. Ichida qishga mo'ljallangan. Xush kelibsizlar. Ko'pchilik so'raydi, qurtinglar qanaqa, o'zingizlar tayyorlaysizlarmi yoki un qo'shilganmi? Shunaqa savollar tug'iladi. Hurmatli mijozlar, qurtni o'zimiz tayyorlaymiz, hech qayerdan olib kelmaymiz. Yog'liq qurtlar. Hozir buni hidini agar bu yerdagi iforini sizlarga yetkazishim imkoniyati bo'lganda yetkazib berardim, chunki bu yoshlikni, qishloqdagi eng beg'ubor damlarni eslatadigan jarayon bo'lib turibdi hozir. Hidini o'zi juda ham odam ishtahasini ochadi. Qurtlarimizni yog'i olinmaydi. Yog'liq qurtlar. Buni o'zimiz tayyorlaymiz. Bizani aynan shu qurtlarimiz uchun qayta keladigan mijozlarimiz ham bor. Xudo xohlasa kelib ta'mini ko'rib baho berasizlar, hurmatli mijozlar. O'tovlarimiz hozir hammasi to'la. Demak, baliq kilosi 130 ming so'm. Sazan baliq Xorazmdan keltiriladi. Somsalarimiz tayyor bo'lmoqda. Assalomu alaykum. Bizani asosiy oshpazimiz Najmiddin aka o'zi shu qozondagi go'shtlarni tayyorlaydi. Hozir qozonlar yoqilgan. YouTube'ga katta videoga bezmontaj Najmiddin. Mana hozir mikrofonni beraman. Avvalambor assalomu alaykum. Azizlar, mana kelaverasizlar bemalol asl 5 barmoqqa. Mana ikkinchi qozonimiz ham qaynadi, xudo xolasa.
Xudo xohlasa mana 3-qozonni yoqish arafasida biza kelaverasizlar, hammanglar kutib qolamiz. Yosh toy go'shtlaridan, gijinlagan toy go'shtlaridan, o'zimizni mesniy go'shtlardan bemalol iste'mol qilib ketsanglar bo'ladi. Kelinglar. Hammanglarni kutib qolamiz.